Tarixshunos va yozuvchi, tarjimon, o'zbek adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan Pirimqul Qodirov 1928-yili 25-oktyabr Asaka tumanida tavallud topgan. Mashhur o'zbek yozuvchisi, adabiyotshunos, olim va jamoat arbobi. U dastlab o'qituvchilik qilgan, so'ngra O'zbekiston Fanlar akademiyasida ishlagan. Moskvadagi Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot institutini tugatgan. Adabiyot nazariyasi va o'zbek adabiyoti tarixiga oid ko'plab ilmiy asarlar yozgan. Pirimqul Qodirov o'zining nasriy asarlari bilan o'zbek adabiyotiga chuqur iz qoldirgan. Uning roman va qissalari insoniylik, vatanparvarlik, ma'naviyat va tarix xotira mavzulariga bag'ishlangan. Mashhur asarlari Uch ildiz, milliy qadriyat va ildizlarga sodiqlik haqida falsafiy roman. Yulduzli tunlar, Alisher Navoiy hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan tarixiy roman. Avlodlar davoni, xalqning o'tgan va hozirgi hayotini solishtiruvchi asar. Qora ko'zlar, Erk, Ona lochin fidosi kabi qissalar va hikoyalar ham unga katta shuhrat keltirgan. Pirimqul Qodirov o'z asarlarini orqali o'zbek xalqining ma'naviy olamini, orzu-intilishlarini va tarixiy xotirasini teran ifoda etgan ijodkorlardan biridir. Thank you.